Зовут его Тимур Хасанов. Тимур, вы где? Вы кто? О, Тимур, привет, привет. Дайте микрофон. Да, слушай, скажи сразу вопрос. Ты сегодня участвуешь в турнире за максимальную прибыль или за самую быструю ликвидацию? Oppa. Bu videoda Dubayda o'tkazilgan Prop Crypto Trading bo'yicha WCT turniri haqida gaplashamiz. O'sha turnirda men finalga chiqdim. Bundan oldingi videoda men qanaqa qilib bu turnirgacha kelganim, qanaqa qilib bu boshlangani haqida tushuntirib berdim. Bu video ikkinchi qism. Bu yerda biz turnirni o'zi, uni qanaqa o'tgani, ichidagi voqealar, kim chempion bo'lgani, nimaga menga chempionlikka bir qadam yetmaganligi haqida gapirib tushuntirib beraman. Xullas, turnir start oldi. Timur Hasanov deb meni chaqirishda e'lon berib, mikrofonni shunday ushlaganimda men tushundim, bu qanaqa organizatsiya va qayerga kelib qoldi. Chunki meni tasavvurimda bu turnir telefonlarni ushlab, yoki notebookda bitta joyga yig'ilib olib, trade qilamiz, kim ko'p PNL qilsa oxirida ko'rsatadi, o'sha odam yutadi degan xayolda kelgandim. Bu organizatsiyani, bu оформленияni ko'rib, men haqiqiy chempionat bo'lishini tushundim. 100%, просто мне кажется, это не произойдет в ближайшие лет 20 или 40, но в дальнейшем... Hamma yig'ildi turnirga. Men ularning ichida 3 tasini tanirdim: Hamaha, Musa, Yarik. Start deyilgandan keyin menda ikkita variant bor edi. Birinchi variant bu hech nima qilmaslik. Prosta kuzatish. Prosta kuzatish, qolganlar nima qiladi? Vaqtni hakam qilib qo'yishda o'sha yerda kutish. Ikkinchi variant sekin-sekin kichkina trade'larni ochib, o'sha boshlash. Men ikkinchi variantni tanladim. Hammamizda $50,000 dan depozit, maksimum plecho 5 gacha, bitta сделкani ochishga $10,000 maksimum. Meni ishlash metodim uchun kerakli bo'lgan sayt instrumentlarni erta ishlatish mumkin emas. Xullas, menda bitta variant qolyapti. Terminalni o'zini grafikini ochaman, prosta likvidnost oqtaraman, движение и o'shanga qarab moslashib trade qilaman. Shunaqa ham qildim. Savdo ochishni boshladim. Bitcoinni ochdim, hech qanaqa yurmadi. Hech qanaqa движение o'zgarish yo'q. Keyin Litecoin'ga kirdim. Litecoin'da yaxshigina short bo'ldi. Birinchi PNL'im Litecoin'dan, keyin H-barga ochdim, ikkinchi PNL'im H-bardan. Izdelkani yopdim. Bu 2 soat ichida bo'layotgan narsa. $420 profit bilan 3-o'ringa chiqdim. Mana shu 3-o'rinda kun deyarli oxirigacha turdim. Вот. Расскажи, что вообще думаешь сейчас по рынку, чтобы вы видите нам экран, соответственно, Тимы. Ну вот вчера мы думали, обсуждали, что самый плохой, наверное, исход был бы то, что биткоин не будет вообще никуда двигаться, да. И будет очень сложно, примерно то же самое сейчас происходит. Кто? Первое место? Верхний. Это вот парень. А ты где? Вот на третьем. Вообще красава. Завтра. Да, мне кажется, вот с этим PNL я на завтра пойду. Я вообще рада поторговать с такими ребятами. Для меня это честь. Это вообще круто. Передай привет в Узбекистан. Привет, ребят, вы лучшие. Beldigalar aytyapti, menga organizatsiyalar hech O'zbekiston yoryapti поддержкani deb hayron qolyapti ular. Mana o'zi kelyapti hozir. Как там с поддержкой у меня, скажи, в чате? Там его просто разрывают. Просто. Все комментарии, наверное, насчет Тимура. Узбекистан такой, поддерживает друг друга там. 100%. Videoda ham aytganman, mana shu PNL'im o'zi meni turnirni ikkinchi kuniga o'tkazadi. Mana shu kerak menga hozir. Ikkinchi kunga o'tkazsam, keyin qanaqa trade qilsam qilaveraman, u yerda o'sha azartniymi, visokoriskovniymi ko'taraveradi, chunki oxirgi kun. Bugun ehtiyot bo'lish kerak, ikkinchi kunga o'ta olmay qolish yomon. Shu gapni o'zim aytib, obedga borib kelgandan keyin o'tirib, yana bitta trade ochdim. Mana shu trade o'sha meni depozitimni o'zgartirib yubordi. Men 8-o'ringa tushib ketdim. 8-o'rin degani bu ikkinchi kunga o'tmadim degani. 8-o'rin bo'ldi, uyga ketdingiz shu yerdan, sizga turnir shu yerda tugadi degani. U aktivga kirdim, bunga kirdim, pumpga kirdim, Trumpga kirdim. Oxiri H-barda to'xtadim. H-barda shortni ochdimda, ko'zim oldida o'sha сделка yurishni boshladi. Xo'p, turnir tugadi, ertaga ikkinchi kuni bo'ladi. Biz hozir ujinga ketyapmiz, turnirdan keyin ujin e'lon qilishdi. Qiziq bo'ldi. Men oxirida сделка qoldirdim. Сделкам take'ini ham qo'ydim, stopini ham qo'ydim. Hozir ko'ryapman, take oldi o'sha u сделка. U kompyuter, menda dostupim yo'q. Ertaga borsam 3-o'rinda bo'lgan bo'laman, menimcha. Chunki, примерно 3 yo 4 da bo'lishim kerak. Если я проебал ключ, извините. Он открыл или что? Ты открыл? Вы угораете, он открыл. Ну еще раз попробуй. Всем хай. Давайте мы просто бросим еще один поставим.
Xullas, turniri birinchi kuni tugadi. O'ta aqlli ish qildim-da, men hozir ko'rsataman. O'ta darajada aqlli ish qildim men. Turnir qoidasi bo'yicha, bugun birinchi kun, yana bir kun bo'lishi kerak-da. Final 2 kun bo'ladi. Lekin birinchi kundan ikkinchi kunga 8 ta emas, 6 ta trader o'tish kerak. Ya'ni 2 ta kam trader o'tish kerak. 3-o'rinda kuni bo'yi turdim. Kun tugashiga yaqin 8-o'ringa tushib ketdim. 9midi. Ketishdan oldin ular aytdi, bitta сделка ochib ketish mumkin. Bitta сделка bor edi, xayolimda turgan, o'shani shunday ochdim. O'sha сделка bitta yuraverdi. Men tekit qo'yib ketdim. Hozir mana qarasalaring, meni nomzodim 6-o'ringa tushib qolgan. 12 taning ichida 6-chi bo'lib turibman. Xullas, o'shani ochmaganimda men ertaga уже qatnasha olmay chiqib ketib qolgan bo'lardim. Вот засада. Men tekim urganini ko'rib bo'ldi, xotirjamman, aniq qatnashaman, lekin kim chiqib ketadi degan savol bor edi. Shu payt organizatsiya egasidan bittasi kelib Nikitaga aytayapti. Bunaqa qilmaylik, chiqarib yubormaylik desa, u aytadi, "Yo'q, endi bo'ldi, qonun-qoidani aytdi, shuna bo'lish kerak." "Yo'q, xunuk bo'ladi hozir" desa, "Yo'q, chiqaramiz." "Kim o'zi? Kim chiqib ketadi bugun?" desa, Max Hamaha dedi-da. Prosta shok. U ham bunday o'yladi-da, "Nima qilay endi? Chiqib ketadi-da, iloji yo'q" dedi. 18 yil tajribasi bor. Biz endi trade qilishimiz kerak. Alex Goodman kecha birinchi kunda turnirda $5000 profit qilib qo'ygan. Men xullas bugun umuman trade qilmayman. Menga yetib olsalaring ham katta gap dedi-da, kompyuterini yoqmadi ham o'tirdi kutib. Qolganlar trade qilishni boshladi. Не, ну у тебя маржи еще 50% есть в Да, запасе. да, есть. А какая еще стратегия, как ты будешь, собственно, вырываться в лидеры? Нужно же Алекса. Он слишком умный, понимаешь? Не любит. Да, но я считаю, на турнире решает больше удача здесь решает, реально. Xullas, men o'z сделка ochdim, bu сделка ochdim o'xshamadi. Idealniy ochgan сделкам Trump bo'ldi. Trumpga short ochdim, как раз tushib turgan joyida. И вот o'sha сделкам yaxshigina profit berdi. Shu darajada profit berdiki, men stopimni surib безубыточныйgacha olib kelib qo'ydim. Mabodo stop ursa ham 0 ga Тим, yopiladi. что у тебя происходит? У тебя позиции начинали выходить в плюс, я видел по открытым, у тебя в целом. Вы видите нам экран или PNL, соответственно, Тимы? Вот, смотри, кстати, неплохо он поймал Я поймал, короче, да. Где-то bir $1000 PNL turganda olmadim, obedga chiqib ketdi. Direktimga SMS kelib qoldi. Yonimda o'tirgan qiz Polina yozyapti. Yopmaysanmi сделкani? Что-то yaxshi PNL bo'lib, endi уже dальше orqaga ketyapti dedi. Aytib bordim. Obedni ham tashab kirdimda, qarasam stopimni urgan yo'q. И действительно Trump ko'tarilishni boshladi. Ko'tarilib, shuni stopimni urdi. Stopimni urgan joydan boshlab, men ham Trumpga long ochdim. Edgar birinchi o'ringa da'vogar bo'lishni boshladi. Chunki Edgar hamma puliga ochgan Trumpga 5-6 ta сделка ochib bergan. Men bitta всего лишь сделка ochgan. Бля, давай, бля! 55-095, первое место! Alex Goodman yonimda turgan o'sha hayajonlanishni boshladi. Kunni bo'yi o'tirdi, chunki u hech nima qilmasdan. Vaqt ketdi, hamma yo'q vahima, to'palayin, сделкаlar o'shyapti, уже Trump ketyapti. Bitta Edgarga qarasa, Edgar уже birinchi o'ringa, ikkinchi o'rinni urdida, ikkinchi o'ringa chiqishiga yana Trump yurish kerak. Trump o'syapti, to'xtamayapti-da. Men yopdim Trumpga сделкani. Chunki shu yerdan qaytib qolish mumkin orqaga. Trumpga сделкani yopdim. Edgar yana ozgina ushlab turdi-da, u ham yopdi. Birinchi o'rinni olishi bilan yopdi. Shunda Alex ikkinchi o'ringa, men uchinchi o'ringa, Edgar birga chiqib oldik. Meni qilgan mana shu yerda noto'g'ri qarorim bu Trumpga short ochdim. То есть mana shu yerdan уже narx qaytish kerak degan fikrda. Chunki juda katta likvidnost, juda katta shortga o'sha сопротивление bor edi o'sha joyda. Edgar ham shunday bizni ko'rdida short ochdi Trumpga. И yopdi sразу. O'sha paytda o'zida ochdi, yopdi. Biz shortda ushlab turdik. Ну, yog'ini o'zinglar ko'rganlaringdek, Trump tushib, Trump yana ko'tarilishni boshladi. В итоге biz depozitlarimizni ancha minusga olib kirib qo'ydik. O'sha paytda agar men Trumpga ochgan longimni yopmaganimda, katta ehtimol bilan birinchi o'rinni yoki kamida ikkinchi o'rinni olishim mumkin edi. Tradingga yaxshi misol bo'ldi bu turnir. Agar tradingda bilim, tajriba har doim hal qilganida chempion bo'lish kerak edi Musa, bilim hal qilganda chempion bo'lish kerak edi Hamaha, tajriba hal qilganida kim chempion bo'ldi? Kafeyni ochib yuradigan biznesmen
Tradingni hobbi qilib olgan odam chempion bo'ldi. Edgar to'g'ri vaqtda kiritgan to'g'ri qarori uchun chempion bo'ldi. Ikkinchi mani qilgan xulosam, mana shu yerda 50 dan oshiq treyderlar bilan gaplashdim. Kamida 8 yillik tajribasi bor hammasini. O'shalar hammasi hozir propda ishlayapti. Ularning fikricha, prop bu kelajak. 5 yil ichida hech kim o'zini puliga trade qilmay qo'yadi. Nimaga? Chunki prop kompaniyalar kuchayishni boshlaydi. Prop nimaligini kim bilmasa, bu treyderlarni imtihon qilib, imtihondan o'tgan treyderlarga depozit beradigan kompaniya. Misol uchun 10 mingdan 500 ming dollargacha depozit olib boshqarishingiz mumkin. Qoidasi bo'yicha boshqarasiz, foyda qilsangiz 80% sizga, 20% ularga. Mana shu prop kompaniyalar bundan buyog'iga evolyutsiya bo'ladi. Misol uchun bitta imtihonliklari chiqadi, imtihonsiz proplar chiqadi, osonlashadi, imkoniyatlar kengayadi, limitlari kamayadi. Shunaqa qilib birja brokerlar epoxasi tugab, davri o'rniga proplar kelishni boshlaydi. Mana shu fikrga men qo'shilaman. Chunki men o'zim ham hozir 2 ta 100 ming dollarlik prop boshqaryapman. Bu qanaqangi anti-stress. Prosta bir oyga 5% menga 20 ming dollar olib keladi. Yetadi. Faqat bitta muammo shu imtihondan o'tish bo'lishi mumkin. Chunki imtihondan o'tishga qiynaladi ko'pchilik. Mana shu muammoni ham yechimini qilib keldim. Mana shu turnirdagi finalistlar, chempion Edgar hammasini hozir bitta yopiq community ochib Telegramga yiqqanman. U communityda hashning menejerlari ham bor. O'sha communityda hozir propdan o'tish uchun fikrlar, tradelarni bo'lishib, hamma birga ishlash uchun imkoniyat qilmoqchiman. O'zbekistondan turib, kim hash kompaniyasida ishlayotgan bo'lsa, depoziti bo'lsa, kiringlar. Community nomi Soyuz, link pastda. Soyuzga qo'shilmoqchiman deb yozasiz, bo'ldi. Qolgan hammasini tushuntirishadi. Takже depozit olish uchun yaxshi promokodlar ham oldim. Bu yerda menejerlar bilan ko'rishganimda, bu aytishcha, bunaqa promokod bitta menda bor hozir. U promokodni olish uchun ham link pastda promokod bering deb yozasiz, sizga javob berishadi. Xullas, bu turnirda biz birinchi o'rinni olmadik-ku, lekin yutuq bilan qaytdik. Yutug'imiz shu, bizning bayroq bularning bayrog'ini orasida borligi. Streamda aktiv bo'yicha O'zbekiston nomer 1 bo'lgani. Hamma O'zbekiston haqida gapirdi. Bunaqa podдержка, bunaqa aktiv. Ularning xayolida bizga kriptovalyuta hali yetib kelmagan. Biz hali rivojlanmagan bir qanaqadir davlat xayolida. Shu xayoli o'zgardi ularning fikri. Mana shu yutuq emasmi? Endi keyingi turnirlarga sizlar bilan chiqishimiz kerak. Harakatni bosinglar. To'xtash yo'q. O'zbekistonni bu mavzularda hali nomini yana olib chiqamiz. Harakat, harakat, harakat. Никита Хэшхэчni официальный менеджери. Решаешь любые вопросы. Любые. Men Хэшхэч buni kontaktini oldim Nikitani. Nima savol bo'lsa, muammo bo'lsa hal qilib beraman dedi. То есть выводы, не выводы, комиссии, что какие будут проблемы, мы будем писать тебе. Пишите Тимуру, да, Тимур будет писать мне. Кайфанули? Супер, слушай, мне так понравилось, просто жесть. Реально. Очень классный экспириенс, мне супер понравилось. Понимаешь, такое происходит впервые. Да. И ты, и я, мы здесь участвовали. Да. Мы бились за первое место, понимаешь? Да. Да, не победили. Да. Но это же, здесь больше не про трейдинг, здесь больше про шоу, здесь Вот просто про именно. участие, понимаешь? Вот именно. Поэтому супер классно, что мы здесь были, что мы участвовали. Да. Да, не победили. Похер. Похер. Главное участие. Главное участие. Поддерживают из Узбекистана и будут писать. Передай им привет. Всем привет! Передаю привет от всей этой движухи. И обещаю, если Тимур будет проводить стримы, я залечу на стрим, пообщаемся, поторгуем и сделаем что-то интересное такое. А если открою комьюнити, зайдешь? Если откроешь комьюнити, я зайду к вам в комьюнити и буду иногда вам подкидывать огня. Беру слово. Давай, Беру давай. слово. Все, подойдем, вы все часть истории. Муслим, как обычно, я думал, сбежал. Не, он здесь. Идите все сюда, вы все чемпионы, вы показались.